Xitoy hukumatiga ochiq xat. Men Gulchehra Abduqayim xo'ja, Amerika Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur muxbiri. Men Amerikaga kelgan 17 yildan buyon Xitoy hukumati pasport ishlab berishni rad qilib kelganligi uchun Urumchidagi ota-onam va qarindishim bilan ko'rishamay keldim. Ular mening xizmatim sabablik, ya'ni haqiqatni anglatayotganim sabablik yillardan buyon savol so'roqqa, tahdidlarga uchrab keldi. 9 ayning oxiri inim Qaysarning men sabablik doiralar tarafidan tarbiyalashga elib ketilganligi haqida xabarni oldim. Apam bilan oxirgi qitim 1 fevral kuni telefon orqali so'zlashganda, u o'zining putini operatsiya qildirib, yangi doktordan chiqqanligini, ammo 2 yildan buyon mingisiga qon tushganlik sababidan yerim paralish bo'lib qolgan dadamning Urumchi shaharlik do'stlik doktorxonasida davolanayotganligini aytgan edi. 3 fevral kuni ota-onam, kichik opam, navri ini singillarim bo'lib, oilamdan jami 20 dak insonning bir kunda Urumchi va G'uljida doiralar tarafidan sababsiz tutib ketilganligi haqida uchur oldim. Shu kundan e'tiboran oilamdagilarning telefoni qayta ulanmadi. Meningla emas, butun Uyg'ur xalqining o'xshash qismatda ekanligi hammaga ayon. Men xalqarada e'tirof qilingan axborot organi bo'lgan Erkin Osiyo radiosining bir nafar muxbiri bo'lish sifatim bilan shuni xitob qilamanki, Xitoy hukumatining oilamning men bilan bo'lgan normal aloqasiga to'sqinlik qilib, ular haqidagi uchurlarni qamal qilishi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan chekdan oshgan adolatsiz zulm siyosatlarini oshkorlaydigan yana bir isbot. İnsanlıqqa qarshi hujum. Amerika fuqarosi va xalqaro erkin axborot organining muxbiriga qilingan bu zulm amaliyotda axborot erkinligiga Amerikaga qartilgan hujum. Men bir Amerika fuqarosi Xitoy hukumati ishg'oliyatidagi Sharq Turkistondan kelgan Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Xitoy hukumatining oilamning hozirgi ahvolini oshkorlashni, begunoh tutqunga uchragan, salomatligidan ayrilgan, o'ziga tayinish iqtidorimi bo'lmagan dadam Abduqayim xo'jani, opam Chimangul Zehrini, inim Qaysar Qiyimni va boshqa urug' tuqqanlarimni shartsiz qo'yib berishni talab qilaman. Bir xalqaro muxbir bo'lish, zulmga uchragan, ovozsiz qolgan Uyg'urlarning ovozi bo'lish sifatim bilan Xitoy hukumatini tarbiyalash markazi nomida butun Sharq Turkiston miqyosida oshgan, millionlarcha insonning qamalganligi mo'ljallanayotgan, insonlikqa xilof, qonunsiz, g'ayri rasmiy turmalarni darhol taqashni, begunoh tutqun qilingan Uyg'urlar va dinga e'tiqod qiladigan boshqa qarindosh millatlarni qo'yib berishga chaqiraman. Uyg'ur jamiyati umumyuzlik ta'qib ostiga elingan. Uyg'urlarning madaniyati, tili, maarifi, diniy e'tiqodi, iqtisodiy, urf-odat va kundalik turmushi og'ir buzg'unchilikqa, hayoti tahdidga duch kelayotgan mezgilda men bir inson bo'lish sifatim bilan o'zini 5000 yillik madaniyatga ega qonunliq kuchli davlat deb sanayotgan Xitoy hukumatini Sharq Turkistondagi insonlikqa qarshi xalqaro qonun va o'zining qonunlariga xilof zulmini to'xtatishga, xalqlarning o'rtaq yashash, so'zlash, uchur aloqa va sayohat erkinligiga yo'l qo'yishining tinish va muqim taraqqiyot uchun zarurligini ta'kidlash bilan tang inson haqlariga xilof holda shiddat bilan ijro qilayotgan har qanday shakldagi bostirish siyosatlarini, oshqun tadbirlarini bekor qilishni talab qilaman. Uyg'urlarning vaziyati Xinjiang atalmish Abdunum rayonlik partikomining sekretari qilib yo'tkab kelingandan buyon texnik keskinlashdi. Uyg'urlarning va boshqa yerlik millatlarning navbatdagi vaziyati xalqaro axborot vositalari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, Amerika Davlat Majlisi, Yevropa parlamentining bir qism a'zolarining andisini qo'zg'amoqda. Men Xitoy hukumatini xalqaro o'rin va muxbirlarni Uyg'ur elida tekshirish ilib berishga qo'yib berishga chaqiraman. Ishonamanki, ushbu bayonotim faqat men bir shaxsningla Xitoy hukumatiga norozilik bayonoti emas. Bu ovozni anglatish imkoniyati bo'lmagan Uyg'urlarning o'xshash sadosi. Sharq Turkiston xalqining tortayotgan zulmi o'xshash bo'lganidek, muajiratdagi Uyg'urlarning va kishilik huquq, insonparvarlikni targ'ib qiladigan barcha hukumat, tashkilot va insonlarning andishisi, talab, istaklarimi bir. Xitoy hukumatini ogohlantirmanki, men yolg'iz emas. Uyg'urlar yolg'iz emas. Chunki adolatni yoqlash barcha insonlarning o'rtaq fazilati. Zulmga qarshi Uyg'urlar emas, butun inson birlasha oladi. Men adolatning hamon zulm ustidan g'olib keladiganligiga ishonaman. 2018 yil 22 fevral